30 mart kuni Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining navbatdagi 19-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada tuman hokimining o'rinbosarlari, tegishli tashkilot va idoralar rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, xotin-qizlar faollari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiya ishini Xalq deputatlari tuman kengashi raisi Alisher Yo'ldashev ochib berdi va olib bordi. Sessiya O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston respublikalarining davlat madhiyalari sadolari ostida boshlandi. Sessiya kotibligiga 25-Nazarxon saylov okrugidan deputat Jetgerboy Ibragimov nomzodi saylandi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan bir qator muhim masalalar yuzasidan tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Jahongir Yo'ldashev hisobot berdi. Hisobotda avvalo alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini belgilash masalasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-sentyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda mahsulot yetishtirishning uzluksizligini ta'minlash va yer resurslaridan samarali foydalanishni oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmonining 172-sonli farmoni ijrosini ta'minlash borasida tumanda amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Shu bilan birga 2026-yil uchun tashabbusli byudjet jarayonining birinchi mavsumi yakunlari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar alohida e'tibor markazida bo'ldi. Qayd etilishicha, tashabbusli byudjet jarayoni uchun jami 17 milliard 908 million 158 so'm mablag' shakllantirilgan. Ochiq byudjet portalida 2026-yil 1-fevraldan 20-fevralga qadar bo'lgan davrda tuman fuqarolari tomonidan jami 108 ta tashabbus ilgari surilgan. Ushbu tashabbuslarning 96 tasi mas'ul tashkilotlar tomonidan qayta ko'rib chiqilib, jamoatchilik muhokamasi va ovoz berish jarayoniga qo'yilgan. Ovoz berish jarayoni joriy yilning 10-martidan 20-martiga qadar davom etib, uning yakunlariga ko'ra jamg'arma doirasidagi mablag'lar hisobidan eng ko'p ovoz to'plagan 10 ta loyiha g'olib deb topildi. Mazkur loyihalarning umumiy qiymati 16 milliard 475 million 323 ming 365 so'mni tashkil etadi. Kun tartibidagi navbatdagi mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish to'g'risidagi masala yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisobotini boshliq o'rinbosari Sharapat Jo'ldaspayev o'qib eshittirdi. Hisobotda qayd etilishicha, aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirish maqsadida turli ijtimoiy qatlamlar o'rtasida keng qamrovli targ'ibot ishlari amalga oshirilgan. Jumladan voyaga yetmaganlar o'rtasida 218 ta, xotin-qizlar o'rtasida 162 ta, tarbiyasi og'ir yoshlar o'rtasida 134 ta hamda probatsiya nazoratidagi shaxslar o'rtasida 26 ta profilaktik tadbirlar tashkil etilgan. Sessiyada tuman hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Go'zal Soburovaning faoliyati yuzasidan hisobot ham tinglandi. Hisobotda mahallalarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarning muammolarini aniqlash va hal etish maqsadida muntazam ravishda uyma-uy o'rganish ishlari olib borilayotgani ta'kidlandi. Joriy yil boshidan buyon 32 nafar xotin-qizlar faollari tomonidan uyma-uy yurib o'tkazilgan xatlovlar natijasida ijtimoiy ko'makka muhtoj 6022 nafar xotin-qizlar ro'yxati shakllantirilib, mahalla yettiligining kollegial qaroriga asosan ayollar daftariga kiritilgan. Ushbu toifadagi xotin-qizlarga manzilli yordam ko'rsatish maqsadida aniq chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan. Sessiyada ko'p kvartirali uylarni mukammal va joriy ta'mirlash bo'yicha manzilli ro'yxatni tasdiqlash masalasi yuzasidan tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi boshlig'i Ahmadjon Rajapov axborot berdi. Unda tumandagi mavjud ko'p kvartirali uylarni bosqichma-bosqich ta'mirlash, ularning tutash hududlarida yashil bog'lar barpo etish, 1991-yilgacha qurilgan uylarning elektron pasportlarini yaratish hamda 2026-2027-yillarga mo'ljallangan infratuzilma loyihalarining asosiy parametrlarini belgilash bo'yicha dasturlar taqdim etildi. Bundan tashqari, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Zafar Ahmedov tomonidan 2026-yilning birinchi choragi davomida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berildi. Sessiya kun tartibidan deputatlarning saylovchilar oldida hisobot berish jadvalini tasdiqlash, fuqarolarning turar joylariga bo'lgan mulk huquqi hamda yer uchastkalariga ijara huquqlarini e'tirof etish bo'yicha qarorlarga o'zgartirishlar kiritish, shuningdek yoshlar maslahat guruhiga oid qarorlarni takomillashtirish va doimiy komissiyalar reglamentini tasdiqlash masalasi ham o'rin oldi. Sessiya davomida kun tartibidagi barcha masalalar har tomonlama muhokama qilinib, ular yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Shu bilan Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining 19-sessiyasi o'z ishini yakunladi.